Akalar, barchaga assalomu alaykum. Biz bugun Samarqand viloyatiga keldik. Bu xonadonni ko'rgani fasad qismini polnitsa xizmatlarini qilib beramiz. Akamiz hovlini oldi qismiga hamda tashqari qismiga toshdan travertin xizmatlarini qilgan ekan. Ayvon qismini esa o'zimizni travertindan qildirgan ekan. 10 yildan o'tibdi ekan bu travertinni qildirishga. Xo'p, nima uchun ayvon qismlarini travertin qildirgan? Tashqarisidan tosh xizmatidan foydalangan sabab ayvon qismini 10 yilda, 15 yilda polnitsa o'zgartirib olaveradi, o'ziga yoqadigan qilib. Hozir esa mana bu travertin o'zi 10 yil, 15 yil bo'lib qo'ydi ekan. Pashti mana shu polnitsa ko'chirib tashaladi bu ish va o'sha Milano xizmatidan foydalanib chiroyli qilib travertin xizmatlarini qilib beramiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsanglar, O'zbekiston istalgan nuqtasi bor xizmat ko'rsatamiz. Ustalarimiz o'zini ishiga javob beradigan tajribali ustalar hamda sifatli mahsulotlardan foydalanadi. Ko'rib baho beringlar. Hovlimiz pashti 8 kvadratga yaqin ekan. Mana shu ayvon qismini polni hamda bu taraflarni qilib beramiz. Yon bosh taraflarda ham ozroq joylari bor.